بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Avvalambor mana shu guruhni ochishlikka tashabbus qilgan, harakat qilgan yigitlarimizga barchasiga Alloh subhanahu va taolodan munosib ajrlar so'rab qolamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Allohdan so'raymizki, mana shu guruhni yordamida inshaalloh Allohning dinini aziz qilishlikda, haqni yetkazishlikda, botilni yo'q qilishlikda har bittamiz o'zimizni hissamizni qo'shib qo'yaylik. Qiyomat kunida inshaalloh Allohning oldida ozgina bo'lsa ham arzimagan qilgan ishlarimizga buyuk ajrlarga erishishlikni Alloh bizga nasib qilsin. Hop. Yigitlarimizdan shunday bir taklif tushgan ekan, ya'ni ijtimoiy tarmoqda bugungi kundagi ahamiyati shu haqida gapirib bersangiz deyishibdi. Alloh rozi bo'lsin taklif uchun. Chin dildan bu taklifni qabul qildik. Chunki ozmi ko'pmi bu ijtimoiy tarmoq uchun va o'sha yerda faoliyat uchun umrimizni bir nima deydi, bir qismini sarflab qo'ydik. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Ya'ni bu yerda yig'ilgan birodarlarimiz ichida ham ijtimoiy tarmoqda faoliyat olib borgan va u yerga katta hissasini qo'shgan, ummatni bir haqni eshitishiga, haqni ko'rishligiga o'zini hissasini qo'shgan birodarlarimiz bor. Alloh ulardan ham rozi bo'lsin. Xo'p, ijtimoiy tarmoqning muhimligi bu ko'pchilikka ayon narsa, ya'ni aytaylik, kunda ravshan narsa. Men bu suhbatimni sarlavhasini tafakkur va ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib borishning ahamiyati deb qo'ydim. Chunki ijtimoiy tarmoqda bu yerda bir jismoniy bir ish qilmaysiz, balki insonni ana shu tafakkuri uchun haq yoki nohaqni yoki botilni yetkazishlikka nima deydi, vasila qilib, vosita qilib ishlatiladigan bir vosita. Shuning uchun inshaalloh men bir so'zimni shu muqaddimasi bo'ladi bu yerda tafakkur haqida va undan tashqari ana shu ijtimoiy tarmoqlarning muhimligi haqida ham gapirib o'taman. Xo'p, har bir millatni bugungi kunida, ya'ni buguni va ertasi uni tafakkuri bilan belgilanadi. Ya'ni bo'lib ham bir jamiyat. Ya'ni tafakkur yo'q joyda taraqqiyot ham yo'q, o'zgarish ham bo'lmaydi. Ammo fikrni o'zi yetarli bir narsa emas. Uni albatta shu to'g'ri fikr, yorqin bir nima deydi, chuqur fikr bo'lsa ham, kuchli fikr bo'lsa ham, uni odamlarga yetkazishlik va jamiyatga uni ta'sirini ta'minlashlik kerak bo'ladi. Bugungi kunda buni eng kuchli vositalardan biri haligida aytganimizdek, kunda ravshan bo'lgan bu ijtimoiy tarmoqdir. Ijtimoiy tarmoqlar insonlarning hayotining ajralmas qismiga aylanib bo'ldi. Ya'ni axborot tarqatish avval gazeta, jurnallarda bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda hatto savdo-sotiq ham, ya'ni bu internet, ya'ni virtual dunyoga ko'chib bo'ldi. Odamlarning faolligi ham именно shu bugun qanday ko'rayotgan bo'lsak, internetdagi gavjumlikni, aktivlikni, odamlarning faoliyati ham u yerda xuddi shunday, juda aktiv. Bir necha soniya ichida bir fikr, bir maqola yoki bir video millionlab odamlarga, ya'ni va dunyoning istalgan yeriga yetib borishi mumkin. Shuning uchun ham ijtimoiy tarmoqlar bir muloqot uchun vosita emas, balki ya'ni jamiyatni ongiga ta'sir qiluvchi bir maydon. Buni shunday qarasak to'g'ri bo'ladi. Misol qilib aytamiz. G'azo qatlomini oladigan bo'lsak, ya'ni dunyoning holati 7-oktyabrdan oldin va keyingi holatga ajraldi. Biz ana shu
G'azo, fonida, G'azoda bo'layotgan qatl fonida yagona ummat ekanimizni his qila boshladik. G'azo xalqi bilan dardimiz bir ekanini his qildik. Avvallari Falastin, G'azo haqida bir masala to'g'risida gapirilsa, odamlarga uncha ta'sir qilmasdi. Bu ta'siri zaif bo'lardi. Ammo endilikda nafaqat musulmonlar, balki kufr ahlining o'zi ham bu voqealardan larzaga keldi. Bu dunyo miqyosidagi bir misol oladigan bo'lsak, lekin ichkarida, ya'ni O'zbekistonni mavqeida yana bir misol keltiramiz. Hozirgi kunda o'zinglar kuzatib turgan, ko'pchilik kuzatgan voqea, ya'ni pivo festivali. Toshkentda o'tgan pivo festivali. Ya'ni mahalliy misol deyman. Bu shunday bir effekt berdiki, xalq uni salbiy qabul qildi. Shuning uchun ham davlat ular bilan, xalq bilan hisoblashishga majbur bo'ldi. O'zini bu yordamchilarini, o'zini malaylarini, o'zini bir haligi himoyakorlarini ishga tushirishni boshladi. Ya'ni o'rtada jamiyatni ichida ana shu salbiy rezonansni bir balansga, ya'ni muvozanatga olib kelishlik uchun u davlat o'sha yerda o'zini oqlashlikka javob berishni boshladi. Bunda ana shu ijtimoiy tarmoqning hissasi juda buyuk, juda katta bo'ldi. Kimki bir o'zgarish yashaydigan bo'lsa, ya'ni har qanday o'zgarish bu fikrdan boshlanadi. Fikr amaldan oldin keladi va g'oya harakatga yo'l ochadi. Shu sababli jamiyatning kelajagini o'zgartirishni istagan odam, har bir odam shu insonlarni tushunchalariga, tafakkurlariga ta'sir qilishlik yo'llarini izlaydi. Va shuni maqsad qilmog'i lozim bo'ladi. Tarixda ham masalan nazar tashlaydigan bo'lsak, ya'ni quroldan, armiyadan avval xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada davlat qurishdan avval insonlarni ya'ni tafakkuriga, ularni tushunchalariga, aqidasiga, ulardagi o'lchovlarni o'zgartirishga harakat qildilar. Chunki fikr, tushunchalar o'zgarmas ekan, jamiyatni o'zi ham o'zgarmaydi. Nima uchun, ya'ni tafakkur, nima uchun jamiyatni tushunchalar deyapmiz? Chunki siz bilan biz bugungi kunlikda haqni ko'tarib chiquvchilar, ana shu jamiyatdagi buzuq o'lchamlarni yo'q qilib, buzuq fikrlarni o'rniga to'g'ri fikrlarni, haq fikrlarni berishlikda o'zimizga qasd qilgan kishilarmiz. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Bismillahirrohmanirrohim. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Albatta, Alloh bir qavmni ahvolini to ular o'zlari o'zgartirmagunlaricha o'zgartirib qo'ymaydi. Ya'ni bu holat shundayki, ilonlarda fikrlarni o'zgartirishlikda o'zlari harakat qilishlari, ya'ni avvalambor tushunchalardan o'zgariladi va keyin u narsa amalga o'tadi. Bugungi voqeligimiz shu haqiqatni tasdiqlayapti. Dunyodagi eng ta'sirli g'oyalar avval axborot maydonlarida tarqalyapti, keyin esa jamiyatdagi hayotga ta'sir qilyapti. Kim axborot maydonida faol bo'lsa, u odamlarning fikriga ta'sir qila olyapti. Kim maydonni boshqalarga bo'shatib bersa, u nafaqat uni o'zi, balki farzandlari yoki jamiyatning ongini ham boshqalar shakllantirishiga yo'l ochib beryapti. Misol uchun yana bir narsani oladigan bo'lsak, O'zbekistonning ichida oddiy blogerlardan davlat qo'rqishni boshladi. Ya'ni ular bilan shunaqa hisoblashdiki, ularni auditoriyalari davlatning kanallaridan, ya'ni televideniyasidan ham ko'proq edi. Ulardagi imkoniyatlar, возможностьlar ana shu juda keng bo'lganligi uchun, ya'ni internetda hisobiga keng bo'lganligi uchun davlat ularni nima qildi? Hatto o'zi va'da qilgan bu erkinlikka qarshi chiqib, ularni qamashni boshladi va haligacha qamab kelyapti. Bugungi kunda siz va bizda bir kishini yozgan birgina maqolasi, tayyorlagan videosi yoki bildirgan fikri
minglab, balki millionlab insonlarni qarashlariga, hayot tarziga ta'sir qilishi mumkin. Shunaqangi bo'lgan beqiyos imkoniyati bor. Allohga hamdlar bo'lsin. Chunki ijtimoiy tarmoq bu xuddi bir pichoqni singari narsa, aytaylik, vosita. U bilan xayr bajarsa ham bo'ladi, shar bajarsa ham bo'ladi. Hop, shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari nafaqat axborot iste'molchisi qilib qarashlik kerak, balki jamiyatni tafakkurini shakllantiruvchi ishtirokchi hamdir. Ya'ni biz o'zimizni ayni vazifamizni yaxshi tushunadigan bo'lsak, ummatni tushunchalarini, ularni, ya'ni kufr berayotgan buzuq o'lchovlar, tushunchalarni ulardan tozalab, o'rniga to'g'risini berishlik. Ya'ni biz shu jamiyatda haqqa chaqirguvchilarimiz. Egri chiziqda oldida to'g'risini ko'rsatib beramiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Va qul ja'al haqqu va zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ayting, haq keldi va botil yo'qoldi. Albatta botil yo'qoluvchidir. Qayerga qaramaylik, bugungi kunlikda botilni tushunchalari, kufrni tushunchalari qilib ketgan. Ular ham nima deydi, zamondan ortda qolmaylik deb, ana shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, o'z faoliyatini olib boryapti. Arab tilida batala yo'q degani ekan. Ya'ni batala so'zi bu yo'q degani, yo'q bo'lguvchi degan narsa ekan. Haq bu bor narsa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatda aytayaptiki, ana shu botil bu yo'q bo'ladigan narsa. Ya'ni nima? Sifir, nolga teng narsa. Misol uchun yo'q narsani yoniga, ya'ni yo'q narsani o'zida ya'ni minglagan, 10 minglagan, millionlagan narsalar haqida keltirsa ham, gapirsa ham va masalan davlatmi, kufrmi keltirsa ham, uni yoniga birgina haqni qo'ysangiz, ana shu botil yo'q bo'laverar ekan. Ya'ni misol uchun, yana bir misol bu Muso alayhissalomni asosi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda qala alqiha ya Musa dedi. Ya'ni ana shu qo'lingdagi asoni tashla dedi. Va qo'rqma dedi. U yerda Muso alayhissalom ikkilanishi mumkin edi. Nimaga tashlayman deb. Hatto qo'rqdi ham. Qo'rqma dedi. Alloh bilan sen bilan birgamiz dedi. Uni senga asli holatiga qaytaramiz dedi ana shu asoni. Musoning asosi bugungi kunlikda shu bizning qo'limizdagi nima deydi, haqni timsoli. Qayerga qaramaylik, kufrni malaylari ana shu haqni yo'q qilishlik uchun harakat qilyapti. O'zini bahonalarini, o'zini mol-mulklarini shunga sarflayapti. Musulmonlarning ongini zaharlayapti. Ammo bizning vazifamiz bugungi kunlikda, ya'ni shuni tushunib yetganlarning vazifasi shuki, ana shu asoni tashlashlik. Uni qayergacha yetib borishlik u sizning ishingiz emas, Alloh subhanahu va taoloning ishi u. Yana shu Muso alayhissalomda qavmiga, ya'ni shaharga kiringlar deganda ular nima deyishdi? Yo'q, u yerdan chiqishsin, keyin kiramiz dedi. Yo'q, unday qilmaslik kerak edi. O'sha shaharga kirishlik kerak edi. Biz ham xuddi shuni singari. Haqni bilib, anglab yetdikmi, qo'limizda turibdimi u narsa. Har bir uslub, qanday uslub, ya'ni to'g'ridan to'g'ri yetkazishlikka imkoniyatimiz bormi? Inson bilan yuzma-yuz turib uni yetkazamiz. Agar unday imkoniyat bo'lmasa, albatta ijtimoiy tarmoq orqali yetkazamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga buyurib qo'ydi bu narsani. Va bizga bir anaqa berib qo'ydiki, ya'ni miqyos berdi. Insonlarning eng yaxshisi bo'ldingiz dedi. Nimaga? Ya'ni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Ya'ni insonlarning eng yaxshisi bo'ldingiz nimaga? Ummatlarga chiqqan eng yaxshi ummat. Uni kriteriyasi nima edi? Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish edi. Ya'ni demak biz yaxshilikka buyurmoqchimizmi? Bizning qo'limizda nima bor? Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq bor. O'sha ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalanib, ummatga to'g'ri fikrlarni, yaxshi o'zimiz nima deydi, to'g'ri deb bilgan manbalardan olib ummatga yetkazishligimiz kerak. Va bu Alloh subhanahu va taoloning bergan bizga ne'mati bugungi kunlikda.
Chunki bunday imkoniyat avvalgilarda balkim yo'q edi. Bizda bor bu narsa. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matga shukr qilib, undan to'g'ri foydalanishimiz kerak. La in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsangiz, albatta sizlarga Alloh ne'matni nima qiladi? Yanayam ziyoda qiladi. Ijtimoiy tarmoq ana shu millionlagan odamlarga haqni yetkazishlik imkoniyatini beryaptimi? Uni savobi ham, uni ajri ham xuddi shunday. Siz bir dona kommentariyingiz bilan yoki bir dona bir postni qo'yishingiz bilan haqqa haqdan bir yaxshilikni umid qilib qo'yib tarqatyapsizmi, yetkazyapsizmi, a? U siz ko'rmagan, bilmagan joylargacha yetib boradi. Hatto tushingizga kirmagan yerlargacha ham yetib boradi. Bizda hozir tirik, ya'ni bizga tirik bo'lib guvohlik bergan birodarlarimiz borki, hattoki Zolim Karimovni ana shu turmasida, zonalarida ana shu kufrga xizmat qilgan o'sha yerda ahllari o'zlarini tillari bilan gapirganligi haqida guvohlik bergan birodarlarimiz bor. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ya'ni biz o'ylamagan yerlargacha ham yetib boradi Alloh subhanahu va taolo. Bu to'siq, ya'ni to'siqni hozirgi kunda qo'yishlikni iloji bo'lmayapti. Bu to'siqsiz yetib boryapti. Oddiy holat, ya'ni hamma telefondan foydalanadi. Kimga bir chaqirim yerga ham borib kelmaydi. Shunday telefon qiladida, ya'ni bir chaqirim yer qayerda tursin, ya'ni yonidagi xonasidagi odamni telefon orqali chaqiryapti. Shu darajada ommalashib ketdi. Shu darajada, ya'ni oddiy holatga aylanib qoldiki, bugungi kunlikda ana shu ijtimoiy tarmoq orqali musulmonlar va g'ayri-musulmonlar, barcha insonlar foydalanib bir-biriga axborot ulashyapti. Gapimni cho'zmayman. Inshaalloh yana suhbat mobaynida savol-javoblar bo'lsa, inshaalloh bemalol savol-javob qilaveramiz. Meni aytmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bergan bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanaylik va ahamiyatini tushunib yetaylik.